Endigina navbatimiz ishlatib ko'ramiz. Digital ulab qo'ydik, asinxron qisqartirishtirilgan rotorli. Chidibeshimiz vaqtini kontrol qilasiz. Vaqtini minimalga qo'ydik, kilovatni oshirib qo'ydik. Buni sozlashni toza o'rganamiz. Bismillah. Digitalimiz mana ishga tushdi. Aylanyapti. Shu tariqa mana chidibeshimiz ishlayapti. Kilovatini kamaytiramiz mana. Hamma ko'rinyaptimi rang? O'chadi vaqtimizni oshirgan holatda. Zashda xuddi shunday bo'ladi. Endigina navbat digitalimizni ko'rdik, nominalini ishlatamiz yana. Elektrik digital ishlayapti, kuyib qo'ygani yo'q. Ketdi. Endigina navbat faza tekshiruvi. Hozir hammasi joyida ishlayapti. Ko'rganingizdek, faza bittasini bloklaymiz. Nagruzkada o'chdi. Hech qayerga tekkani yo'q. Shu tariqa bossak yurmaydi. Sababi J3'imiz faza bermayapti o'ziga, bloklab qo'ydi. Sababini nima deyapti bu? Faza yo'q. Bittasida deyapman. Ko'rib turganingizdek, bittasida faza uzilib qoldi. Yo'lda qandaydir holatda uzilib qoldi. Shuni nazorat qiladi J3. J3 qo'ymasliklar bo'lmaydi. Bitta faza yo'qolishida himoya qiladi. Agar hozir bo'lsa, nagruzkada ishlaydi, kuyadi. Ketdi mana faza avtomatik ko'tardi, faza uladi, joyiga keldi. Hamma narsa yurgizib beramiz. Ketdi, ishlayapti. Digitalimiz mana ishlayapti, soz holatda ishlayapti. Ishlaganda ham vaqtini ko'rdinglar. Sekundometr yo'q. Iloji o'zingizlar qo'yib tekshirib olaverasizlar. Bu simlarga e'tibor bermaysizlar. Soat kechqurungi hozir 11:30. Sal qorong'iroq bo'lishi mumkin. Fazani tushundinglar. Endi sxemani tushuntiraman. 3 faza kirish kuchlanish bloklanadi, общий. Ketdi. Bloklaydi, ochadi. Pускатель nima uchun kerak? Pускатель elektr tok uzilgan holatda qayta ishga tushirib yubormaslik uchun kerak. J3 XJ3G Delex firmasidan foydalandik. Ishonch bor. O'zini oqlaydi. Bu fazani kontrol qiladi. Ko'rib turganingizdek, bitta faza yo'qolsa, yoki ikkita faza yo'qolsa, fazalar orasida qandaydir potensial bo'lsa, albatta bu uzilib qoladi. Bu ulanishi. 1 2 3 olib ko'rsataman. Ulanishida raqamlari bor. Sxemasini Telegram grupamizda tashlab qo'yganmiz. Ko'rgingandek raqamlari bor. Sxemasi mana. Mana shu sxema asosida yig'iladi. Hop. 1 2 3 kuchlanish kirish olib o'tib, faza bittadan berib qo'yganmiz. Fazalar ustiga o'sha ampermetrimiz bor bitta mana. Voltmetrlarimiz fazalardan alohida olib kelib, nollarimizni permechka asosida olib ketib, ulab qo'yganmiz. Bo'ldi. Voltmetrlarimiz shu asosida ishlaydi. Xo'p. XJ3 ham ko'rib chiqdik. Joy qo'yib qo'ysak bo'laveradi. Ikkita dinirek o'rnatsa ham bo'ladi, o'zini o'rnatsa ham bo'ladi. Yo'q, ketib qolmasligi uchun quloqchalari bor. Puskatelimiz Aylef firmasiniki 50-11 22 kilovatgacha ko'taradi deb oldik. Biz hozir buni asosan 8 kilovat uchun chiqqanmiz. Bu simlar yo'q, hozir chiqib ketadi. Просто sinov uchun qo'ydik.
GD5'imiz ham Delex firmasiniki. Ishonch bor. Yuzni oqlaydi. GD5 ulanishi tuskatildi. Yurgizish knopkasidan chiqadi, keladi. Boshdan boshlaymiz. Tuskatilimizga G3dan 6-5 ochiq kontagi bor, ochiq relesi bor to'g'rirog'i. 3 ta faza to'g'riligini tekshirib, shunday qilib kontak yopiladi. 6 ga faza berasiz, 5 dan faza chiqarib olasiz. Bu borib stop knopkaga ulanadi. Stop knopkaning birinchi klemasiga ulanib, ikkinchi klemasiga dan permechga olinib, yashil simimiz bor mana. Bu yurgizish knopkasini oldi klemasiga ulanadi. Yurgizish knopkasining orqa klemasiga mana oq sim ulanganmiz. Bu keladi. Buni hozir siz GD5ni birinchisiga berishingiz mumkin, 14-kontakka berishingiz mumkin. Xullas farqi yo'q. Biz shunday oldik. GD5ni biriga yurgizish knopkasining ikkinchi klemasidan olingan sim ulanadi. Undan chiqib 4-chiga beramiz. Yorug'lik kam bizda hozir. 4 ga beramiz. Bu faza hisoblanadi. 2 ga 0 beramiz. A2 kontagimizga 0 shinadan 0 olib blok qo'yganmiz. Xo'p, endi GD5da 3-chi qolyapti bizda. Bundan chiqqan kabelni olib borib A1 ga ulab qo'yamiz. Shu tariqa sxemamiz to'g'ri yig'ilgan bo'ladi va ishlab berayotgan bo'ladi. Xo'p, sxemani yana bir qator yuzib ko'rsataman. Savollar bo'lsa kommentariyaga bosasiz, yozasizlar. Tushunmagan joylaringiz bo'lsa tushuntiramiz. Xo'p, ampermetr bilan voltmetr bitta. Qolganlarini ulasak bo'lardi. Biz joy torligi uchun bitta dona berdik, xolos yetadi deb o'yladik. Savollar bo'lsa bemalol. Marhamat. Avtomatimizni ko'taramiz. Sxemamiz ishga tushdi. Yurishimiz avtomatni o'chirdik. Qizil knopkani qoldi, avtomatni yoqamiz. Realni yashil knopka yonadi. Bu fazani himoya qiladi. Hop, buni bersak, qizil bo'lsa, mana knopkani bossak ishlab bermaydi. Endigi holatimizni to'g'rilaymiz. Yashilga o'tkazamiz va mana knopkani bossak, bittada yuradi. Bu faza yo'qligida ham himoya qilib qoladi. Endi faza yo'qolib qolsa, o'chadi. Ko'rdingiz, qisqa vaqt ichida joy keldi. Xo'sh, quvvatni belgilaysiz. O'zimizga kerakli quvvatni qanday topamiz? Buni sekin pastlatamiz. O'ynadi, demak o'sha quvvat bizniki. Buni ozgina oshirib qo'yamiz. Quvvatni pasaytirsak, sxema o'zi o'chadi. Bo'ldi shu. Kanalimizga albatta obuna bo'ling, like bosing. Bundan qiziqarlilar hali oldinda. Порядочный qilib qo'yamiz, xudo xolasa. Diqqat bo'lib, negativlar, bunaqa bo'lmadi degan savollar javoblar bo'lmasin. Hammaga rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.